Assalomu alaykum azizlar, birodarlar. Mana Forish tog'i, Forish tog'lari. Hop, bu tomon Samarqand, bu tomon Forish. Hop, tog'ni bu tomoni Baxmal, keyin Zomin. Biz mana shu 3-4 shaharda o'rtasidamiz. Pastga tushib ketyapmiz. Tog'dan pastga tushib ketyapmiz. O'rtoqlar. Shunaqa gaplar. Hamma tinchmi? Tabiat qo'yni. Aylanib keldik. Juda manzaralari chiroyli. Yovvoyi tabiat. Turkchalar oldimiz aylanib yuribdi, syomka qilolmadik. Hali rikki-tikki deymiz-ku. Ana shu rikki-tikki deganlari ham odamdan qo'rqmas ekan. O'rtoqlar. Mahalliy xalq haqiqiy bo'rilar ham bor deyishadi. Cho'pon ko'pakan, cho'ponlar chorvachilik avjiga olgan bu yerlarda. O'rtoqlar. Shunaqa gaplar. Chiqib olishda ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, mashaqqati bor ekan. Chiqib olishda ham, tushishda ham o'ziga yarasha mashaqqat. Qarang, o'sh tepadan tushib kelyapmiz hozir. Pastda mana. Mashinamiz turibdi oq. Pastda. O'rtoqlar. Shunaqa joylar. Mana. Ey Xudo, mana yerda 5 minut dam olamiz. Ey Alloh, o'rtoqlar. Mana shu Allohning tabiatda, Allohning yaratgan go'zalligida mana bu toshlarni qarang. Ajoyib. O'rtoqlar. Juda yovvoyi tabiati zo'r, go'zal. Ajoyib joylar ekan. Beylargacha sayyohlar ko'p kelar ekan bega ham. Aylanib. U pastda hozir ko'rsataman. Soya salqin joylar bor ekan. Bulog'i bor, suvi bor, sharshara. O'sha yerga kelib mahalliy xalq, aydan-beydan kelgan sayohatchilar yerga dasturxon yozib, shashlik, osh, har xil o'zlari xohlagan taomlarni pishirishib, dam olishib, oilaviy soya salqin joylar. Haligi nima desa bo'ladi? Xavfli emas, qisqasi, xavfli joyi yo'q. O'ta tinch joy. Hali bezorilar, batarilar bor joy emas. Hech kim xalaqit qilmaydi. O'ta tinch. Bilmasam endi haligi nima desa bo'ladi? Qo'riqlanadi shekilda, bir harbiylar bor shekilda. Bundaqa yomon xulqli, yomon niyatli odamlar yo'q. Bo'pti, darash ketdik, xudo xolasa. Pastga tushib yana hangama qilamiz. Mana toshni qarang. Chiroyliligini qaranglar toshda. Qanday go'zal. Mana qaranglar sizlar ham. Tog'ni o'rtasida mana shunday tosh turibdi mana. Oppoqqina tosh. Xudoning yaratganida bu ham qaranglar. Juda go'zal manzara ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli manzara. Qaranglar. Mana. Darsh pastga ketdik, sekin tushamiz. Sizlarga bir narsani ko'rsataymi? Allohning qudratini qarang. Mana shu yerda mana suv chiqib turibdi. Jilg'acha. U tepada yo'q. Mana shu yerda chiqib turibdi jilg'a mana. Jilg'ani boshlanishi mana. Mana o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar. Xuddi kimdir turba qo'yib qo'ygandek, turba teshilib qolgandek mana shu yerda mana suv chiqib turibdi. Atrof quruq mana. Tog' o'rtoqlar. Mana Allohning qudrati.
Xudoga shukr, Allohga hamd sanolar bo'lsin. Ketdi buyog'i pastga qarab tushib ketyapti. Pastga tushamiz hozir. Buyog'i ham yashillanib ketyapti. Sezib turibsizlar. Ana shunaqa mo'jiza. Allohning qudrati. Tog'ni qoq o'rtasida suv chiqib turibdi. Allohning bizga rahmdilligida. Qarang, mana shu yerda mol qo'y, echkilar o'tlaydi. Men tayyor suv. Shu suvdan chanqog'ini qondirib, yana o'tlashni davom ettirishadi. Qaranglar. Ajoyib joylar mana. Shunaqa sekin tushib olamiz. O'rtoqlar. Mana daraxtlar. Tol. Ana salqingina. Mana shu yerda. Mana chorva salqillaydi. Mana shu yerda mana chorva salqillaydi. Mana bu yerda ham suv bor, buloqcha. Qaranglar. Mana shu buloqchada anjalagan. Daraxt ko'karib turibdi mana janavar. Janavarlar. Ana shunaqa gaplar. O'rtoqlar. Qoqilib tushdim hozir. Oyog'im sirg'anib ketdi. Jilg'ani. Yo'llaring tushsa kelib, mana bemalol damda olib, sayohat qilib, tomosha qilib ketsalaring bo'ladi. Endi mana edi, mana uni qaranglar, bittasan ko'rsatmasam. Suv to'planadigan joy. Suv kelib, yerda quyilib to'planadi. Aql dash ketyapti. Mana qarang. Qanday olimda kallasi kelgan narsa ekan. Tushayotgan suvni jilovlaganda, tog'dan tushayotgan jilg'ani mana shu yerda jilovlabdi. Qoyil. O'rtoqlar. Endi oddiy manzarani qaranglar. Sekin ko'rsataman. Mana. Jizzax tog'i. Bo'pti birodarlar. Şeyda xayrlashamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Sog' omon bo'linglar. Alloh hammamizni asrasin. Xayr, yaxshi.